a'lo kayfiyatlarga davom etamiz. Ana endi tabrik navbatini ammajon xolajonaga bersin. Ya'ni kuyov bolamizni ammajonlari, xolajonlari, kelin bolamizni, ya'ni quda tarafdan tashrif buyurgan ammajon, xolajonlarni birgalikda davraga taklif qilamiz. Ularni ham jiyanlariga aytadigan so'zlari bor, jiyanlariga aytadigan so'zlari bor, niyatlari bor, yaxshi tilaklari bor. Ana shu yaxshi niyat tilaklarni birgalikda tinglagan holda aynan ammajon, xolajonlarimiz davramizni davom ettirib beradi va iltimos qilgan bo'lardik, ammo xolalarimizdan tezroq tashrif buyurishlarini